Tefsirim Müyesser. A'raf suresi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ey Peygamber, aytqinki, Allah'ның xalığından başqa özümge payda yetküzüş, özümni ziyandan qoğdap qilish mening qo'limdan kelmaydi. Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, özümge ko'plab payda keltirishning sabablarini qilgan va ziyon zahmat kelishdan burun uningdan saqlangan bo'lardim. Lekin men Allah sizlarga avatgan bir payg'ambarman. Mening ishim sizlarni Allah'ның azobidan ogohlantirish. Allah'ga iymon etgan, mening payg'ambar ekanligimni e'tirof qilgan va islom shariati bo'yicha amal qiladigan kishilarga jannat bilan xush xabar berishdir. Allah sizlarni Adam alayhissalomdan iborat bir jondan yaratgan. Uning unsi ulpat elishi uchun ayolini uning o'z tipidan yaratgan zotdir. O ayoli bilan yaqinchilik qilgandan keyin ayoli yenikkina homildor bo'ldi. Bu homildorlik oxirlashib, ayolining tug'iti yaqinlashgandan keyin ayol ikkilan Rabbi Allohga: "Agar bizga bijirim farzand ato qilsang, albatta biz sening bu ne'matingga shukr qilguvchilardan bo'lamiz" deb duo qildi. Allah ularga bijirim o'g'il farzand ato qildi. Ularning avlodlaridan bir qismi Allah o'zlariga ato qilgan farzand ishida Allohga sherik keltirdi. Allah o'zi yaratgan bu farzandni Allohdan boshqasiga cho'qinadigan qilib yetishtirdi. Halbuki Allah har qanday bir sherikdan albatta pokdir. Aşu mushriklar hech narsani yaratolmaydigan, balki o'zlari yaratilgan aşu ojiz narsalarni Allohga sherik qilib olamdi. Halbuki o narsalar ne cho'qing'uvchilarga yordam berishga, ne o'zini ziyon zahmatdan qo'g'dashga qodir emas. O narsalar cho'qing'uvchilarga biror foyda yetkazolmasa yoki ularni ziyondan qo'g'dab qolamasa va yoki o'zini qo'g'diyolmasa, bu mushriklar qandoqmi o narsalarga cho'qinadi, qandoqmi o narsalarni Allohga sherik qilib oladi. Bu o'pochiq ozg'unlik, uchiq chiqqan aqlsizlik va o'ziga zulm qilganlik emasmi? Ey mushriklar, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan ashu butlaringlarni to'g'ri yo'lga da'vat qilsanglarmi, ular sizlarning da'vatinglarni anglamaydi va sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, ular uchun baribirdir. Chunki o narsalar sizlarning da'vatinglarni anglamaydi va sizlarni ko'rmaydi. To'g'ri yo'lga ergashmaydi va da'vatmi qilolmaydi. Ey mushriklar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalaringlar sizlarga o'xshashlar Alloh yaratgan maxluqotdir. Agar sizlar o narsalarni cho'qinishga arziydi degan gumoninglarda rostchil bo'lsanglar, sizlar ularga duo qilib beqinglar. Ular duoyinglarni ijobat qilib boqsin. Agar duoyinglarni ijobat qilsa, tilgininglarni beralisa, sizlarni rostchil degili bo'ladi. Agar sizlarning tilgininglarni ato qilinmasa, sizlarning Alloh nomidan yolg'onni to'qigan yolg'onchilar ekanliginglar oshkorlangan bo'ladi. Bu butlarning sizlar bilan mengib hojitinglarni ravo qilib beradigan putlari bormi? Yoki ularning sizlarga bir narsa uzata oladigan, yoki sizlarga yomonlik qilmoqchi bo'lganlardan sizlarni to'sib qola oladigan qo'llari bormi? Yoki ularning sizlar ko'rmaganni ko'rsatib qo'yadigan ko'zlari bormi? Va yoki ularning sizlar anglamagan narsalarni anglab, sizlarga xabar beradigan quloqlari bormi? Sizlar cho'qinayotgan bu ilohlaringlar yuqorqi ishlarni qilolmasa, sizlar ularga nemishqa cho'qinisizlar? O narsalar sizlarga biror foyda keltira olamdi yoki sizlarni ziyondan qo'g'dab qola olamdi? Ey payg'ambar, ashu mushriklarga aytqinki, sizlar Allohga sherik qilib olgan shu butlaringlarni chaqiringlar. Ondan menga qarshi hammanglar birlashib
azraqmı möhlet bermey, qo'linglardan kelishi ziyonkashlik qilib beqinglar. Men sizlarning atalmış ilahlaringlarga qilchi parvo qilmayman. Chunki meni Alloh qo'g'daydi. Sheksizki, meni qo'g'daydigan, menga yordam qiladigan egam, menga Qur'onni nozil qilgan Allohdir. Allah bandalarning ichidagi solih kishilarga igidorchilik qiladi. Ularga yordam qiladi va ularni dushmanlaridan qo'g'daydi. Ey mushriklar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan shu butlaringlar sizlarga hargiz yordam berolmaydi. Hatto o'zigami yordam berolmaydi. Ey payg'ambar, agar sen butlarni hidoyatga da'vat qilgan taqdirdami, u narsalar da'vatingni anglamaydi. Ular sana qarab turgandek ko'rinsimi, lekin ular hech narsani ko'rolmaydi. Chunki u narsalarda ko'rish iqtidori yo'q. Ey payg'ambar, sen va sening qavming kishilarning yaxshi amallariga va axloq fazilatiga ahamiyat beringlar. Ularning kamchiliklarini afv qilinglar. Ulardan o'ziga eg'ir keladigan ishlarni talab qilmanglar. Agar talab qilsanglar, ularni qochirib qo'yisizlar. Kishilarni barcha go'zal axloqqa va yaxshi amalga buyuringlar. Nadonlar bilan tang bo'lmanglar. Aqlsizlar bilan talash tortish qilmanglar. Ey payg'ambar, agar shaytondan seni g'azablanishga kuch ko'rsatadigan yoki yaxshilikdan sovib ketishga chaqiradigan va yoki yomonlikqa undaydigan biror vasvasini his qilsang, darhol Allohga sig'inib panoh tilegin. Chunki Alloh barliq gap so'zlarni anglab turg'uchidir. Hamma ishni bilib turg'uchidir. Allohdan qo'rqadigan, uning buyurganlarini o'rindash va to'sqanlardan yenish orqali uningga taqvodorlik qiladigan kishilar shaytonning vasvasiga uchrasa, Allohga itoat qilishning va tavba qilishning zo'rligini esiga oladi-da, gunoh ma'siyat sodir qilishdan saqlanadi. Azg'unlar shaytonlarning do'stlaridir. Jin shaytonlar odimiy shaytonlarni ozdirishdan qat'iy to'xtab qolmaydi. Odimiy shaytonlarmi jin shaytonlarning naydanlariga agishdan to'xtab qolmaydi. Ey payg'ambar, ashu mushriklarga sen o'zingning haq payg'ambar ekanligingni isbotlash uchun ular talab qilgandek biror mo'jiza keltirmasang, ular o'zingni o'ydirib chiqsang bo'lmamdi deyishidi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, xohlagan mo'jizani keltirish mening qo'limdan kelmaydi. Chunki uni Alloh ato qiladi. Men faqat Rabbim tarafidan menga vahiy qilingan Qur'onga amal qilaman. Alloh meni shuningga buyurdi. Men sizlarga o'qib berayotgan bu Qur'on Rabbinglar tarafidan kelgan dalil pokitdir. Müminlarni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan bayon va ularga Alloh ato qilgan rahmatdir. Ey insonlar, Allohning rahmatiga erishishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan jim turib anglanglar. Ey payg'ambar, Rabbingni chin ixlos bilan yelingan va aymingan holda etiganda oqshomda yod etib turgan. Ovozingni yuqorimi emas, bek tuvanmi emas, o'tir hal qilgan. Sen hargiz Allohni yod etishdan g'aflatda qolg'uvchilardan bo'lmagan. Rabbingning dargohidagi farishtalar uningga ibodat qilishdan bosh tortmaydi. Uningga mukammal itoat qiladi. Kecha kunduz uningga tasbih aytadi. Uni noloyiq sifatlardan pok deb madihiyalaydi va uningga ibodat qilib secde qiladi. Tafsiri muyassar. Bir grupi o'lmalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.